Bu odam o'layotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Azroil alayhissalom yonida turadilar. Sen omonatni topshirib, men payg'ambaringman, yoningdaman dergan. Qabrga kirayotgan vaqtida qabrda munkar nakirlar kutib turadi-ku. Men payg'ambaring Muhammad alayhissalom bilan yoningda turaman. Hozir ikkita munkar nakir kiradi. Savol berganda men senga javobni o'rgatib turaman deb turar ekan. Mana shu salovatni o'qib qo'yayotgan odamga. Shuning uchun muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'ta yaxshi ko'rishimiz kerak. O'ta ham. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi va waladihi wan nasi ajma'in. Iymonda mukammal bo'la olmaysizlar sizlar to ota-onadan, hamma insonlardan, o'z farzandlaringizdan ham ko'ra men sizlarga mahbubroq, yaxshiroq bo'lmagunimga qadar sizlar iymonda mukammal bo'la olmaysizlar. Bizni kechasi uyg'otadigan narsa salovat bo'lish kerak. Bizni uyqumizni qochiradigan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan mehr, muhabbatimiz bo'lish kerak. Mana shu salovatni bir kunda 7 dona o'qiyotgan odam bir kunda 7 ta. 5 vaqt namozni bittadan o'qisa 5 ta o'qiydi. 2 ta oshirib qo'ysa, Jaloliddin Suyuti hazratlarining gaplari. Tafsiri Jalolaynning musanniflar. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiy